Assalomu alaykum barchaga hurmatli obunachilar, sizlarga 2023-yilda ishlab chiqarilgan Labo avtomobilni ko'rsatib o'tirajakman. Mashinamiz Oksvet bo'ladi. 2023, 2024, 2023 tex pasport hisoblanadi, 24 kuzov hisoblanadi. Mashinamiz родной meri absolyutno. Yurgan probeglari 15.900 kilometr yurgan. Top-toza tutdi hammalari. Hop, metan gazlarimiz bor. 30likda 2 ballonlar qo'yilgan. O'zining родной balloni, родной diskasi. Orqa holatlari. Bemalol ko'rsangizlar bo'ladi. Umuman kraska yo'q. Tekshirib, keyin ustida gaplashib olasizlar pullarni. Hammalari родной. Xo'p, mashinamizning bahosini 75 million so'm deb aytibmiz. Albatta, ustida kelishib gaplashib, keyin qaytib berilaveradi. Nomerlarni aytib o'taman: 77lik 179 9000. Bemalol telefon urib, xabarlashib, kelib ko'rib, ustalaringiz bilan ko'rib, keyin ustida pul sanayverasizlar. Hammalar родной mashinamiz.